Assalomu alaykum og'aylar. Mana bitta mashina kelgan, Tiguan. Gap yo'q, mashinani qilgan, qaragan odam qo'llaring dard ko'rmasin degan odam qarabdi mashinani. Bir qo'lli minilgan mashina ekan, O'zbekiston Tiguan. Vobshe holati gap yo'q unda. Yangi mashinada qilgan mashina. Xo'p, o'zlarini O'zbekiston karburator turgan edi. Mana chiqarib yubordik. O'zimiz karburator tayinlangan, perdelka qilingan karburatorimiz mana koreyskiy bosdik. Xo'p, mana 100 gram benzin. Mana ularni mana egalari ko'rdi 100 gramligini. Hozir chiqib kelishadi hozir 00 qilib qo'ydik. Ko'ramiz necha yurar ekan. Ammo gap yo'q, mashina zo'r. Hozir ko'ramiz mashina necha kilometr yurar ekan. Mana keldi, xudo xolasa. Ko'ramiz necha litr ishdi ekan. O'chiraring. Tortish qali? Yaxshi tortyaptimi? O'zinikidan eskidan ko'ra yaxshimi? Necha kilometr bo'libdi? Ha? Yo'q, siqatdan burdingiz. Yaxshi qarang. Tomda oxiridanmi? Yo, ko'chani boshiga chiqib Kurgovoydan burib tushdingizmi? Ha, shu yerdan burdingizmi? Mana tagida oshib qolgan benzin mana. Oshib qolgan benzinimiz necha kilometr to'shni qani? 2 kilometr 200 chiqadi yer. 300 dan dar chiqadi. 2 ekanda, 2 kilometr, 2 100ga 4,5 bo'ldi. Mana shu mashina 100ga 4,5 ishdi. Shunaqa og'aylar mana.